To'qnashdan qo'yib yuboribdi. Ko'ramiz. Yatındacha Kechgan tekshiryapmiz hozir damlayapmiz. Buni biz 3-4 kun bo'lgan qo'yganmiz. Ichkarigi fendan haligi joydan qo'yib yuborgan, u valsovkadan qo'yib yubordimi yoki yonidagi gaykani paykasidan qo'yib yubordimi aniqlashimiz kerak, chunki valsovka o'zi zavодской valsovka bo'lgan. Normalniy holatda qatirganmiz. Hozir damlaymiz, bitta bir 15 bar berib ichkaridan tekshirib olamiz. Damladik hozir 15 bar qilib. Xudo уже птичкада biz mana shu yaxshi qatimaganligi uchun shu yerdan qo'yib yuborgan ekan. Xudo птичкamizni qo'ygan joylarni ham tekshirib qo'yamiz. Hozir betlarni ham tekshirib qo'yamiz. Птичка yo'q. Damlagan barimiz joyida turibdi. Sekin endi buni vakuum qilib zapravka qilib olamiz. Bo'ldi, endi joyiga o'rab qo'yapmiz. Vakuum qilib olamiz hozir. Shunda vakuum qilib olsak. Vakuum qilamiz 15 minutcha. Vakuum tugatib oldik. Yopyapmiz. O'chiramiz. Piyonimiz 32lik. Primo shlang ulanadi bunga. Tak, ulandi. Hozir stross qilamiz. Tak, shu shlangdagi havoni chiqarib oldik endi. Hali yoqqanimiz yo'q. Gazni berib olamiz. Xarakteristikasi bo'yicha 490 gram yozgan. 490 gram atrofida beramiz. Bu balonimiz ma'lumot uchun общий vesi 908 gram chiqdi. 900 gram olamiz. Shundan 500 gramini berib olishimiz kerak. Ishladi, amperajga ham e'tibor beramiz. Davleniyamiz sekin beraveramiz. Orada tekshirib qilamiz. Zapravka jarayonida birinchi mana trubkamiz muzlaydi. Keyin yetarlicha bo'lgandan keyin bu erishni boshlaydi. Bu hozir zapravka jarayonida mana bu nimamizda davleniya pastligi uchun yana ozgina yetishmayapti bizga, lekin konditsionerda davleniya balandligi uchun so'rmayapti. Buni holatda usuli bor zapravka qilishda, yoki buni qaynoq suvga qo'yish kerak, qizdirish kerak, shunda davleniya kattalashib zapravkaga gaz o'tadi. Bo'lmasam yana bitta usuli bor. Mana bu podachani bekitilinadi. Manometr bekitgan holda buni bekitamiz. Hozir kompressor
so'rishni boshladi. O'zini sistemadagini so'radi. Mana 0 ga tushgandan keyin ochamiz. Mana hozir vakuumga ketdi. Buni mana shu holatda ochsak, mana ballondagini tortaveradi endi. Chunki zamonaviy davleniya pasaydi, bunda balandlashdi. Bunda o'taveradi. Shuna qilib bundagi nimani tortib olsak bo'ladi. O'sha taxminan o'zimiz bilgan holatda beramiz, keyin buni bekitib turib, padarchani ochib olib, yana tekshiramiz. Hozir bekityapman. Padarchani ochamiz. Yana polni sirkulyatsiya qilishni boshladi. Daliniyani sekin ko'tarishni boshladi. To'liq zapravka bo'lgandan keyin mana bu yerimiz уже oppoq muzdek emas, уже yer bo'lgan bo'ladi. Davleniyamiz уже normada 9 bar atrofida. Hozir havo salqin bu yerda 22-23 gradus. Zapravkamiz tugadi. Xudo xolasa bo'ldi, yopib egasiga topshiraveramiz.